Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 15-soniy ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu muborak Ramazon oyining harfisidan boshlab har kuni xilma-xil temalar bilan muhtaram ustozlarning qimmatli fikrlari, bilimlari bilan huzuringizda bo'layotgan bu programmamiz davom qilyotadi. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' oyda so'zlangan mushu qimmatlik darslarga loyiqida amal qilib Allohning rahmatiga erishgan, mag'firat qilingan ashu baxtli mu'minlarning qatoridan bo'lib, bu Ramazondan ayrilish uchun har birimizni buningga muyassar qilishini Allohdan to'g'rilik bilan so'raymiz. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qo'yganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydonda tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif bo'lsa, berishinglarni shundaqla savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi bugun biz to'xtalmoqchi bo'lgan tema e'lonimizda bergandek, mu'min har qanday mu'minda bo'lishi kerak bo'lgan intayin muhim mavzularning biri do'st dushman hukmini qanday tushunamiz. Albatta buningga qarasak jamiyatimizga bizning ham emas har qanday bir jamiyatda bu hukmninki xato tushunilishi yoki to'liq ravishda tushunilmasligi sababli yuzaki tushunilganlik sababli Qur'on va sunnat bizdan talab qilayotgan do'st dushmanlik, ya'ni bu angninki bu maydonning aniq bo'lishi masalasida ya adadni oshirib o'tadigan yoki tamoman sal qaraydigan masalalar atrofimizda jamiyatda ko'rilib turayotgan masala. Shuning uchun bu masalani islomiy Qur'on va sunnatning ruhiga asosan qanday tushunishimiz kerak degan masalalarni degan inshaalloh vaqtimizning yetkincha bir to'xtalib o'taylik deb o'ltiribdik. Undan hurmatli ustoz Abdulan shu al-vala val bara deb ifodalanayotgan yaxshi ko'rish, do'stni do'st, dushmanni dushman tutish degan iborat. Bu hukmni yoki sevgi, muhabbat, nafrat hukmini qanday tushunamiz oldin shuni kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Dost düşman hükmünü alimlerimiz tevella teberra diye bu atalığını ifadeleyip geldi. Tevella diyen Allah'ın dostlarının dostudur. Teberra diyen Allah'ın düşmanlarından bizar oluş diyen hüküm bilen aynı ifadeleyip geldi. Yakumğaz dost düşman hükmünde biz söygü yak nefret de bunda ifadesek mi? Bugün temizde asasen söygü nefret de biraz asan düşünüş olacak. Bu tema toxtalımız. Meyli bunu dost deb ataylı. Yoki tavalla deb ataylı, yoki sevgi deb ataylı. Bu sevgi degan nima degani? Biz bu masalalarni bilishda dastlabda aqidamizning asosi bo'lgan Qur'on sunnatning ruhi bo'yicha buni yoritishga tirishaylik. Sevgi deganimiz Allohni, payg'ambarni, islomni, musulmonlarni yaxshi ko'rish. Musulmonlarga yordam berish, ilgi chiqish. Shuningdek islomning prinsiplarini va ko'rsatmalarini himoya qilish degan bo'ldi. Buni tavalla deymiz, yoki sevgi deymiz, yoki e'tiqod nuqtasidan do'st deb ataymiz. Ya'ni vala deb ataymiz. Xo'sh. Am buningki aksi bo'lgan nafrat. Sevgining aksi bo'lgan nafrat. Bu nima degan gap bo'lsa, nafrat degan Allohning yo'lidan to'sadigan, yoki insonlarni Allohning yo'lidan yiroqlashtiradigan küfürlük, zulüm, mustabitlik, nefsi xahişe ve şeytan qatarlıq nəslər qalbi cəhətdən nefret bildiriş degan bo'ldi. Xo'sh. Bu Allah'ın düşmanlarını düşman tutuş degan hukmninki izohat. Hamda bu tavalla tabarraga yoki sevgi muhabbat hukmiga yoki do'st düşman hukmiga Qur'oni Karim ve hadis Rasulullah'niki bunun hukmi qanday bo'lgan, bunun tushunchasi bo'lgan, qanday bo'lgan degan qaragan vaqtimizda bu do'st dushmanning yoki sevgi muhabbatning Qur'on sunnatga tushunchasi faqatlam qalbga munosabatlik iymoniy hukm qartilgan. Ya'ni qalbiy jihatdan yomon ko'rish, qalbiy jihatdan yaxshi ko'rish buning qartilgan.
Hem sevgi muhabbetten ibaret. Bu atalgı, yoki bu hukm, nefret hukmini ilib aytgan chog'da boshqalarga bir pozitsiya bildirish yoki boshqalar bilan munosabatni uzib o'tishdan bakra qalbiy jihatga iymoniy tuyg'u qaratilgan. Ya'ni qalbiy jihatdan ya yaxshi ko'rish, sevgi bo'lgan bo'lsa, ya qalbiy jihatdan nafrat bildirish yoki yomon ko'rish bu nuqtaga qaratilgan. Qur'on sunnatga mush vala bara degan yoki tavalla tabarra degan yoki sevgi muhabbat degan bu hukmning asli markaziy nuqtasi yoki mohiyati qalbdagi iymoniy tuyg'uni ko'rsatib kelgan. Endi sevgi demek bu sevgi muhabbet hukminingki asli asosimiz shu. Endi uningdan boshqa bu qalbdagi bir hukm, qalbdagi bir tuyg'u, iymoniy bir ruh degan vaqt boshqa so'rash mumkin. Buningki jangla aloqasi yo'qmi? Boshqalar zulm qilsa, uning taqobil turgan aloqasi yo'qmi? Bu tarmoq tarbiya hisoblanadi. Asli tarafi bu qalbidagi iymoniy tuyg'u, iymoniy ruhdan iborat. Endi sevgi degan vaqtimizda bu Allohni so'yish, payg'ambarni so'yish, islomni so'yish. Müslümanların söz. Bu ibadetli söyüp kıyğanlıqның bir şart. Men ibadet kılıvatmen degen bolsa bir Müslüman. Buna şartı nemelse Allah'ın yaxşı görüşü, Peygamber'in yaxşı görüşü, İslam'ni ve Müslümanların yaxşı görüşü o ibadetten şart. O vaqt ibadet kıyğan bol. Namaz okudu elike Müslümanın yaxşı görmeydiğen bolup qalsa o ibadet kıyğan bolmaydı. Hem de bu söygüde Allah'ın yaxşı görgenlik, Peygamberimiz yaxşı görgenlik ve Müslümanların yaxşı görgenlik degen gepse bu ibadetteki sevgi bo'lish yoki ibodatga sevgining tepilishi bu Allohga bo'lgan samimiylikning ifodasi. Payg'ambarimizning hurmatligi va uning ergashganligining ifodasi. Musulmonlar bilan bo'lgan vaqtida Alloh yo'liga bir qarindoshlik bor bizda, iymoniy qarindoshlik. Buni tirildirganlikning ifodasi va islom millati yoki ummat ichida yoki butun dunyo musulmonlari ichidagi hamkorlik ruhini ro'yab chiqarish yoki ishga oshirishninki namoyandasidan iborat. Bu ibadet sevginin taqozosi bu. Hem nefret bo'lsa musulmonninki kafirni hatta e'tiqod sababli yomon ko'rish. Bir musulmon yoki musulmonlar değil. Kafirni yomon ko'radi. Nima uchun yomon ko'rsa? Xato aqida sababli. Xato e'tiqod sababli yomon ko'radi. Va uning ibodatidan bizar bo'lish ifodalaydi. Nefret deganimiz mush. Yoki tabarra deganimiz mush. Bir Müslüman bir kafirni yomon ko'rdi. Uning bizar oldu. Nima uchun desa, uning aqidasidan xato bo'lganlik sababidan bizar bo'ldi. Aqidasidan xato bo'lganlik sababida uni yomon ko'rdi. Lekin bu deganlik kafirni yomon ko'rish deganni ko'rsatmaydi. Ya'ni bir Müslüman bir kafirni yomon ko'rsa, uning shaxsiyatini yomon ko'rmaydi. İnsanlıqni yomon ko'rmaydi. Chunki aqida sababli yomon ko'rdi. Yoki xato ibodat sababli qalbidan nafrat bo'ldi. Ya'ni bu xato yo'l kirib ketdi. Xato e'tiqod kirib qoldi. Xato tuy yo'lga kirib qoldi deb bu qalbiy jihatdan bir nafrat bildirish bor. Lekin qandaqdir uningki bir inson bo'lish e'tiboran uni yomon ko'rish yo'q. Chunki kafir inson. İnson dinimizdan hurmatlanamiz, hurmatlanamiz. Demak, uning kafir bo'lganligi uning hurmatini, e'tiborini, insoniy huquqini to'smaydi, cheklamaydi. Demek bir Müslüman bir kafirni yomon ko'rgan bo'lsa, aqidasidan xato bo'lganligini, shaxsiyat nuqtasidan emas, yoki ibodatni xato bo'lganligidan yomon ko'rish. Bu herkesmin onunki kafirning inson bo'lganligi sababidan ya kafirning kafir bo'lganligi sababidan yomon ko'rish yo'q bu yer. Chunki bizning dinimiz Müslüman olsun, başkası olsun, yani kafir olsun, kim olsun, her kimge adil muamele qilish buyuruyor. Yaxshi muamele qilish buyuruyor. Tajovuz qilmagandan boshqa. Tajovuz qilmagan bo'lsa. Başkalarga zulm qilishni cheklaydi. Yo'lsiz başkalarga tajovuz qilishni harom deb qaraydi. Bu dinimizning umum prinsipi. Endi bir savol tushib mumkin. Unda bo'lib qolsa, Qur'on, sunnatda kafirlar qattiq deganlar, edipini beringlar, herkes ular bosh egmanglar, munosabatni uzinglar, dushman ko'ringlar degan o'xshab bunda oyatlar bor, bunda hadislar bor. Buni qanday tushunamiz degan savol shu. Bu deliller, Kur'an sünnet bu deliller kimi qartilgansa İslamga musulmonlar dushmanlik qildigan. Xo'sh. Musulmonlarning haq huquqini dafsanda qiladigan, Xitoyga o'xshash İslamga hujum qiladigan, musulmonlikka hujum qiladigan, vatanga hujum qiladigan, insonlikka hujum qiladigan bundaq dushman qartilgan. Demek bu oyatlar İslamga ziyonkashlik qiladigan, Müslümanlar tajovuz qildigan aniq ashkora jang sutidagi, dushman sutidagi
Xitoyga o'xshab bunda kafirlar qatilgan. Qandaqdir bu oyatlar, bu hadislar kafirlar bo'lib qolsa, hammasiga jang aytinglar, hammasi qarshi turinglar, hammani dushman ko'ringlar, hammani yomon ko'ringlar, istedi jihatdan, yurishtirish jihatdan uni ko'rsatmaydi bu yerda. Shunga bu noktada sevginin ikki sevgi var. Bunu fark etiş lazım. İbadet karakterlik sevgi, tabii karakterlik sevgi. Bunu fark etiş lazım. Nefretten iki xil nefret var. İbadet karakterlik nefret ve tabii karakterlik nefret. Mesela nefret misal alsak. İslam'a düşmanlık kılıvatkan, Müslümanlığa zulüm kılıvatkan bir kafir. Kim buluştan qat'i nazar, qaysi aqidada, qaysi dunyoda yaşayan qat'i nazar, bunu yaman görüş, bu ibadet noktası yaman görüş. Bu talep kıldığımız talep kılın. El hubbu billah vel buğz billah diyen şu hadis. Hem de yaman görüş diyen. Mesela biz sizinki açık nesine koşuyor. Biz sizinki tatlık nesine koşuyor. Yaman gör. Bu insanın karakteri bağınız. Hem söyleyken bakayım. Söyleyeyim iş kıl. İbadet karakterlik söyleyeyim demediyse, bir Müslümanın Allah'a boğaz sevgisini ifade edeyim. İslam'ın yaxşı görüşü, İslam'ın körsetmelerini yaxşı görüşü, bu ibadet karakterlik bir söyleyeyim. Şundaqlam insanda tabii karakterde, insanda karakterli bir adet karakterlik bir söylegi var. Mesela insan tatlık nesini yaxşı gördü bizse, ya onu yaxşı gördü, ya bunu yaxşı gördü. Bir yerde ibadet karakteri bu söylegi olan tabii karakterli söyleginin arasında zıtlık var mı? Zıtlık yok. İkisi birbirimiz takaşmayın. İkisi özünün olup gidiyor. Mesela misal kalayım. Bir Müslüman ahli kitap bile öğrendi. Yani ahli kitap Yahudi'den boğan, Hristiyan'dan boğan bir ayağını aldıydı. Dinimizde durus mu dese? Durus. Hem de o ahli kitabını ağandıken onu yaxşı görüşü ayağı olsuptu öyle. Tabii karakter mi? Tabii karakter emez mi? Bunun itikadı karsak kafir. İbadeti karsak hatamız Müslümanın nazarı hatta. Çok da kanal. Lekin ayağı olsuptu öyle. Onu yaxşı görüşü insandaki tabii karakter. Çünkü insan özden ayağını yaxşı gör. Toylanımda olursa ayağını inak halette, hatırcam halette bir cemiyetin azad şekillendirmende bu tabii ahval. Bu tabii söylüyor demiz. Yani bir Müslüman kendisini yaxşı görüşü. Qaysı aqim, qaysı Irak'tan bolsun, qaysı rangdan bolsun, qaysı devletten bolsun bir Müslüman yaxşı görüşü bu ibadet söylüsü. İmanın alameti, Müslümanlıktan takazzası. Ama afsuski bugün kunlikda köpligen qarindoshlarimiz, yani pasif yo'lga kirib olgan. Biz aşkın aqimga kirib olgan aqimni to'xtalamiz. Pasif yo'lga kirib olgan. Ta'tu aşkınlık, ta'tu radikallik kirib olganlar bugungi musulmonlarningki bizning masalamizga jiddiy shaklda Yahudiyligini qarta yomon ko'rdigan, uch ko'rdigan bir xil holat shakllanib qoldi. Yoki shakllantirildi. Ama afsuski bu boshqa islom ellerini idare kılavatkan kuşlarınki kimler tarafından idare kılındığını, kim muş halet etkep koydu Müslümanlar, İslam devletlerine kim muşuna parçalavetti, buna sebepsi nerede? Bunu oylayamaydı böyle. Şu an ot tas kopsa, hele uyanga, hele bir yan Müslümanlık ucum kıl. Doğru, Müslümanlarına yardım veriş mecburiyeti var. Lakin başka Müslümanlarda ilgilen bizden özümüzün meselesi en ciddi şekilde, perz şekilde, imani şekilde ornumuzda millet karakteri destur mecburiyetimiz yok. Özümüz kelgen çağda yok. Özümüz kelgen çağda özümüzden mesuliyetini tanışı yok. Başkaları bizni azat kılıp koysa kutkuz oynaydigan bu xil g'alati bir eqimga kirib oldi yoki sanamga dastaydigan bo'lib oldi. Xo'sh. Hamda buning asosi kufrlikni yomon ko'rganlik. Kufrlikni yomon ko'ramiz. Innalloha la yarda li ibadil kufr. Innalloha la yarda la yuhibbul qawmal kafirin. Kafirlarni yaxshi ko'rmaydi degan bu oyatning hukmiga asosan biz kufrlikni yomon ko'ramiz. Lekin kufrlikni yomon ko'rganlik hargizmi kafirga chaqirishni, unga zulm qilishni, unga dushmanlik qilish taqozo qilmaydi. Chunki kafir bo'lganlik uchun yo'lsizlik qilish, tajovuz qilish, zulm qilish dinimizda zulmdir, haromdir, cheklanadi. Xo'sh. Çünkü Allah Teala bu dünyada insanların bir kısmını Müslüman kılıp yarattı, bir kısmını kafir kılıp yarattı. Bu Allah'ın iradesi. Biz kopar, sen kafir olmasan olur de. Deyip ona karşı tutsak Allah'ın iradesi karşı tutan bulmalıdır. Hoş. Bizden yaman köğünümüz insanın özünü yaman köğünümüz belki küpürlükünü yaman köğünümüz. Yaman köğüne vaktimizde fakat kalbimiz bile yaman köğünü nefret edilir. Kandakdır kolumuzdan işletmedik, telimizden işletmedik, başka işletmedik.
İşiltidigan yer var, işletmeydigan yer var. Demek bir yerde bir insan kafir olganlık üçün onu yaman köğenlik zulüm hesaplanır. Haram hesaplanır. Mesela yani bu noktadan suygu nefret doğrusu kelgen delillerini Kur'an'da kelgen bolsun yoki sünnetda kelgen bolsun Kur'an'ın özgermez ahlaki prensipler asası düşünüş lazım. Suygu nefret doğrusu kelgen yoki tavalla tabarra doğrusu kelgen Kur'an'daki ayetlerini ve hadislerini İslam'daki ahlaki prensiplere özgermez. Bunu bağlap düşünüş lazım. Bunun ruhi asası düşünüş lazım. Müslümanlık ruhi iken, Müslümanlık ahlak iken. Bu ahlak bu Kur'an'dan mucizesi. İslam'ın en mukaddes prensiplerinden birisi. Eğer biz ayetler, hadisler bu ahlak prensipleri sokaş dursak, o vakti dinimizi biz özümüz zulüm kıygan bolumuz. Ama afsuski bazı bir insanlar var, yani bazı bir kişiler değil, ilmi sakap, ilmi seviyesi töven, dini düşeniz töven. Bazı ayetlerden tercümesinde yak bir hadisden tercümesi bilib asılam g'atcha saklab mandagamasım deb bütün dunyoni igspas qilib o'tirgan. Mesela bularning qatoridan ba'zan bir misol alaylik. Ba'zida Alloh taolaning bir so'zi bor xato tushunma. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'min. Mu'minlar do'st bo'ldi. Tutish to'g'rimi shu-da. Asli qilish tegish. Lekin bular mu'minni qo'yib turib kafirni do'st tutib olsa bo'lmaydi degan bu oyatni xato tushunib olgan. Aslida bu yerda musulmon bilan kafirni do'st cho'g'ib qolsa, tanlaydigan musulmon, mu'min. Kafirimiz. Ening kendi yana bir oyat bor. Ya eyyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ey mu'minlar yahudilarni va xristianlarni sizlar do'st tutmanglar dedi. Kim ayda qilib qolsa, buni ish chatar. Hamda bu oyatda bular xato tushunib olganmiz, xato tushunib olgan. Xato tatbiqlagan bo'lsa, xato tatbiqlagan. Chunki bu oyatlar, yuqorqi ikki oyat Qur'oni Karimdagi kafirlarga adil muomala qilish va yaxshi muomala qilishga buyuradigan prinsipal, hukmi keskin bo'lgan, tushunchasi aniq bo'lgan oyatlarning ruhiy asosi tushunildi. Yuqorqi ikki oyat Yahudilarni, Hristiyanlarni do'st tutmanglar degan oyat. Yoki mu'minlar kafirlarni mutlaq holatda qanday bir kafir bo'lsin, onu do'st tutmasin degan bu oyatni qanday tushunilmasa, bu yer muhkam deydigan bir qoida bor. Tafsiri shunday bilmadi. Muhkam oyatlarning ruhiy asosi tushunamiz. Ya'ni tushunchasi aniq bo'lgan, hukmi keskin bo'lgan oyatlarning ruhiy asosida shuningki ostiq sab turib tushunamiz. Masalan, bu oyatlarni tushunish uchun Qur'oni Karim nima deydi? La yanhaakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum akhiraj. Munosabat qilsanglar bo'ladigan. Kafirlarning kategoriyasini. Ha, kafirlar. Diplomatlik munosabat o'rnatsanglar bo'ladigan. Boshqa turli mablag' sarishda tijorat u bodal bundan munosabat qilsa bo'ladigan bir kafirlar bor. Bu qanday kafirlar esa dininglarga dushmanlik qilmagan. Vataninglarga bosqinchilik qilmagan. Dininglarga chaqilmagan, vataninglarni mustamlik qilib olmagan, ya'ni ziyonkashlik qilmaydigan, zulm qilmaydigan, tajovuz qilmaydigan kafirlar bo'lsa, tabarruhum bular qanchalik yaxshilik qilsanglar bo'ladi cheklam yo'q. Va tuqsitudan ishlarni hammamiz o'lchamga taroz adil muomala qilsanglar bo'ladi. Alloh yaxshi ko'rgan ish buni dedi. Endi qanday kafirlar munosabat qilishga bo'lmaydi? Qanday kafirni do'st bo'lmaydi bo'lsa, innama yanhaakumullahu an lazqatalukum bitin. Aqidalarga chaqilgan dinlarga to'sqinlik qilgan, aqidanglar sababli sizlarga zulm qilgan, vataninglarni besib olgan, yoki sizlarga aniq oshkora dushmanlik qilayotgan boshqa dushmanlarga yordam bergan, dushmanligi aniq oshkora bo'lgan bunda dushmanlarni do'st tutsanglar bo'lmaydi. Agar unda qilib qolsangiz sizlar o'zingiz zolimni, o'zingiz zulm qilgan bo'lasizlar. Shart nima bo'lsa, dinlarga chaqilgan aqidanglar to'sqinlik qilgan. Xo'sh. Ening yanida va akhrajukum min diyarikum. Yurtinglarni besib olgan. Yurtinglarni tajovuz qilib mustamlik qilib olgan, ma turda kafir bo'lib qolsa, buni do'st tutishga, yaqinlashishga, hamkorlashishga bo'lmaydi. Bu oyatning hukmi keskin-muz keskin, hukmi ro'shan-muz ro'shan. Buni muhkamat deb ataymiz tafsir bilimida. Demak, yuqorqi oyatni buni solamiz. Demak, bu yerda oyat karima kafirlarni ikki kategoriyaga bo'ldi. Birisi tinch yashaydigan, musulmonlar bilan chiqishib yashaydigan kafirlar.
Müslümanların aqidasiga kimcha qilmaydi, vatannama besib olmaydi, ham fuqarolarga ziyonkashlik qilmaydigan kafir. Buni bilan qanday diplomat boshqa munosabatni o'rnatsa bo'ladi. Yana bir turli kafirlar va musulmonlarningki dinorcha qiladigan, vatanna besib oladigan, ko'ga yerda o'tirib zulm qilib, dafsanda qiladigan deydi. Bu turdagi kafirlarga do'stlik o'rnatishga, munosabat o'rnatishga qat'iy bo'lmaydi. Mushu kategoriya asosida boshqa oyatlarni, boshqa hadislarni mushning doirasiga sirib turib tushunamiz. Bu oyatlar hadisni tafsir qilishning bir o'lchami va qoida va bir maharati bor. O baqqal kelib, yana biz Navoiy gibi kallasi kelgan bo'yicha bir tarjima qilib so'zlaydigan ish emas. Unda biz nurg'un qalam qanchalik chiqardi bu temada. Yana oyat karimada bundan misol olsak, muhkam oyat bo'lgan, hukmi kaskin bo'lgan, prinsipal xarakterdagi ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist. Ey mu'minlar. Guvohlik berish masalasida adil bo'ladi. Har qanday guvohlik qilsangiz Allohning roziligini ko'zlanglar. Bir millat bilan, bir davlat bilan, bir xalq bilan, bir kishi bilan sizlar adovat tutishib qolgan bo'lsanglar, oranglarda bir o'chmanlik yoki qo'l bir talash-tartish bo'lgan bo'lsa, bu adolatga to'saq bo'lmas. Har qanday adil ish qilinadi. Bu umumiy ko'rsatma. Umumiy o'lcham, asos, prinsipal, halqiliq nuqta. Qur'on sunnatda bu mazmunlarni isbotlagan nurg'unlagan dalillar bor. Mushu dalillar yoki mushu mazmunlar boshqalar bilan, ya'ni kafirlar bilan qanday munosabat qiladigan asoslar o'lcham hisoblandi. Ening kaynidan bu fazilatlik axloqlarning onasi hisoblandi. Bir tarmoq xarakterlik ish emas, axloqning onasi hisoblandi. Kafirlar qanday muomala qilish haqida. Shunga bu yuqorqi oyatga mansux holat yuz beramiz, yuz beramiz. Ba'zan qo'pablar bu oyat mansux emas. Faqtu mushrikin aytib degan oyatni dalil qilish mumkin. Bu oyatni tushunmaganlikdan qatardim. Naqsini, siyaqini, qaysi darikini o'ylaganmaganlar qatar. Bu yuqorqi muhkam bo'lgan bu oyatlar mansuxni qabul qilmaydigan oyatlar. Shu biz bu yerdan gap tepib baqsa bu oqmaydi bu yer. Xo'sh. Demak, bu yerda sevgi nafrat degan bu hukmning asosi ibodat xarakteriga iymoniy hukmdan iborat. Asli shu. Qalbga munosabatlik iymoniy hukmdan iborat. Yaxshi ko'rsak qalbimiz bilan, yomon ko'rsak qalbimiz bilan. Asos. Ammo qo'l ishiltish to'g'ri keldi, yoki jang qilish to'g'ri keldi, yoki bir pozitsiya, maydon belgilash to'g'ri keldi, bu tarmoq hisoblanadi sevgi muhabbatni. Buni aniq belgilash lozim. Endi bu sevgi muhabbatning asosini biz qalbga munosabatlik iymoniy bir hukm dedik. Buning maqsad nima? Tavalla, tabarra, ko'z qarashini o'ttirib qo'yishni, yoki sevgi muhabbatni o'ttirib qo'yishni maqsad nima? Musulmonni himoya qilish maqsad. Xo'sh. Yani Müslümanın Allah'a bo'lgan sevgisi, payg'ambarga bo'lgan sevgisi, islomga bo'lgan sevgisini eninkaydan Müslüman jamoatli bilan yoki musulmonlar bilan inoq ittifoq, iymoniy qarindoshlik ruhi bilan chiqish, ruhini shakllantirish. Hem uning aqidasiga boshqalar dushmanlik qilib qolsa, to'sqinlik qilib qolsa, aqidada bir ziyon chiqishning oldini olish uchun qo'yilgan bir hukmdan iborat. Hem bir yerda savol shu. Buni faqat bu qalbga markazlashtirsak, buning boshqa bir yo'li yo'qmi deydi. Bor albatta. Yani bu sevgi muhabbetinin, sevgi nefretinin cengi münasebetlik, karşı duruşu münasebetlik, takabül duruşu münasebetlik, harbiy işler münasebetlik, ahkamları ya ki dairesi bağımsız. Tefsili evet. Lekin sevgi muhabbetinin cengi kılışıga alakadar hükümleri İslam'daki uruş ve tinçliklerin hükümleri boysunudur. Sevgi muhabbetinin cengi kılışıga alakadar kısmı İslam'da qachon tinchlik bo'ladi, qachon jang bo'ladi. Buni belgilangan bir o'lcham bor. Buningga bo'ysundirildi. Demak, bu yerda sevgi muhabbatning jangi munosabatlik, yoki urush qilish munosabatlik tarafi sevgi muhabbatning asosi emas, balki tarmoq hisoblanadi. Shunga bu jangi munosabatlik, urushga munosabat tarmoq masalani asli asosi bo'lgan qalbga yaxshi ko'rish, qalbdan nafrat bildirish iborat, uni oldiga qo'yib olsak bo'lmaydi. Shunga bu masalada bilarmanlik qilib, bir oyatning tarjimasi bilan yoki bir hadisning tarjimasi bilan buni qoidasini qanday hukm elish, qanday tatbiq bilmay turib, fatvo bersa nurg'un odamlarni ozdirdi, ham o'zim ozim. Bu chatoq chiqadigan emas. Shu buningda alohida diqqat qilish tegishli masala. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan tafsili ochdi hali. Gülüm bak qıchib, bak biraz bir aram qilib qo'ydim, sindim to'lib o'tilib.
Endi hakikaten yuqorida so'zlab o'tilgan masalada hakikaten shu masalani xato tushunganlik sababi hatta oxirida siz tilga olgan bir oyat hatta normal munosabatdagilar emas hatta adovat bo'lganlarmi shu aranglarda jadal bo'lgan adovat bo'lgan ashundoq munosabatdagi kishilarmi ashunda bo'lsa-mu ularga adolatsizlik qilishdan sizni adillik qilishdan sizni to'sib qo'ymasin degan hamda oyat boshqa oyatlar boshqana ha bu hamda hamma narsa ifodalab berish kerak yani. Yani senin o'tiranda bir adovat o'chmanlik bo'lsa-mu sen hamma axloqingdan voz kechma axloqingdan maydoningdan adolatlik bo'lishdan iborat bu nimadan prinsipidan voz kechma degan gap hamda bu hamma narsani ifodalab berdi aslida. Sen herkes kafir shundoq bu prinsipi bo'lmaganlar masalan har qanday uning nazarida axloqiy u bu narsa yo'q endi. Hech bir zaman sen maydonidan o'zingning shu o'zgarmas deymandin o'zingni kafirning o'rniga qo'yib qo'yma degan gapda bor endi. Haqiqatan bu bugungi masalan shu xalqaro munosabat masalasida shu sevgi nafrat shu muhabbat nafrat masalasida demak yani yuqorida so'zlanganlardanmi zid keldigan bir o'rin chiqmaydi degan gapda bugun nurg'unlagan hamda bugun davlatlar hukmi o'zgarib ketdi burunqidek masalan bir xalifa men boshqarmaydigan shaklda buni biroz ochgan bo'lsakmi shu zid kelishgan emaslik masalasi atalg'ularni o'z joyida tushunmaslik yoki o'zining hajmi qo'yib turib tushunmaslik xato tushunish paydo qildi. Xo'sh. Fikriy jihatdan burilish paydo qildi. Musulmonlarni kafirga chiqaradigan takbir aqimini shakllantirdi. Endi musulmonlar jamoatdan ayrilib, yavoyi bo'lib yashaydigan, masjidga bormaydigan bir holatni shakllantirdi. Musulmon jamoatlarini yoki islom jamiyatlarini tanqid qilib qolib, umumlashtirib, hammasi bundaq deb umumlashtirib hukm chiqardigan bu holat shakllantirdi. Oshqullik qilishga olib bordi va Qur'on sunnatning oyatlarini izohlaydigan, tushunadigan bir fan bor. Mujtahid olimlarniki, mutafakkir olimlarimiz bu yo'ldan chatnashga sabab bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, so'ygu nafratdan iborat bu atalg'u oshqun aqimlarniki xato tushunishiga va xato iste'mol qilishga duch kelgan atalg'ularning birisi. Shuningdek, yani bu so'ygu nafratdan iborat bu atalg'u oshqunlarning ziddi bo'lgan fosiqlar yoki fosiqlarninkimi, pasiblarningmi beparvolash muomala qilishga, buning ko'ngil bo'lmasligiga duch kelgan bir masala. Hamda bu masalani so'ygu muhabbatdan iborat xato tushunilayotgan, xato tatbiqlanayotgan yoki xato ijro qilinayotgan bu masalani to'g'ri joyda tushunmaslik, bu ko'plagan fikriy jihatdan yoki ideyaviy jihatdan qalaymaqonchilik qilib bor. Ko'plagan fitna fasodlarni ter, ko'plagan parishonlikni paydo qilib, bu musulmonlarning xotirjamligini ko'plagan yerda buzdi. Biz bu vaqtda keng to'xtalamiz. Chunki bu oshqun aqimdagilar sevgi muhabbatni aqidaning asosiga chiqarib oldi. Xo'sh. Sevgi muhabbat aqidaning asosi. Amaliyotda sevgi muhabbat aqidaning asosi emas. Aqidaning arkonlarining qatorida emas. Mutafakkir olimlar yoki mujtahid olimlarning qaysi birisi sevgi nafratni aqidaning arkoni asosi deb qarab. Masalan, bu oldimizdagi bu kitob İslam aqidasi degan, aqidani tafsiri bir butun holat o'tirib qo'ygan bir kitob. Qarab boqaylik. Va uningdan boshqa kitoblar qarab boqaylik. Sevgi nafrat aqidaning arkoni degan gap. Burundan tortib hamma odam yodi biladigan masala iymonning arkoni 6 yoki taqdirning tarmoq olsa 7. Sevgi muhabbat uning arkoni degan. Aqida masalasimiz aqidamiz, lekin aqidaning furuatining qatoriga masala. Tarmoqining masala. Aqidaning taqazzosiga masala, lekin aqidaning arkoni emas bu. Ammo afsuski oshqun aqimdagilar bu sevgi nafrat masalasi aqidaning erkan qatoriga chiqarib oldi, ham islomga mansub bo'lishdan shart qilib oldi. Demak, qaysi bir odamda sevgi nafrat hukmi yoki tushuncha bo'lmay qolsa, u islomga tava emas, islom mansubiyati yo'q degan bo'ldi. Ya'ni kofirga chiqaribdi. Bu sababdan o'zlariga o'xshab tushunmagan, o'zlariga o'xshab bu xil tasavvur kelmagan boshqa musulmonlarni bular qanday qilyapti? Kofirga chiqaribdi. Hamda kafirlar kelgancha kafirlarni turga ayirmadi. Dushman kafir, tinchlikda yashaydigan kafir deb uning turga ayirmadi. Hammasini bir tutash, hammasini bir tayoq bilan haydi.
Hem kafirlarga muamele kılışı bir İslam'ın adab ahlakı vardı. Bu adab ahlaktan bula çetlep gittimiz, çetlep gitti. Başka ne? Hem bundan tətursuz gelsek, pasıpla, ya pasık akımı. Bula söygü, nefret degen bu ufkumuğa, ya ki bu atalığıga parvam kıldı. Bu sebepten bula İslam'a ve Müslümanlığa düşmanlık kıldıran kafirler bilen dost bulaver. Xitayga o'xshay İslamga, Müslümanlarga ve İslamga tabi her qanday narsa hujum qiladigan düşman nima? Düşman deb qarag'ilin. Bu düşmanlar birlik istep şekillerdir ve ular bilan o'rtaq ish qilish normal ishlab qar. Bu o'ncha oshqonlikning ziddidagi ta'tu oshqonlik yoki so'lcha oshqonlik. Demek ikki narsa illat bormiz, illat bor. Ikki kasal bormiz, kasal. Demek so'ygu, nafratga iborat bu hukmni vasatiyat bilan, o'ttirhanlik bilan to'g'ri tushunmagan vaqtida ya o'ncha oshqonlik sabab bo'ladi yoki so'lcha oshqonlik sabab. O'ncha oshqonlik bo'lib qolsa, musulmonlar kafir deb hukm chiqarib, so'lcha oshqonlik berib qolib qolsa, dushman bo'lsa apaq-chapaq bo'lib, chiqishib, tuqqan bo'lib yashayverishni normal holat deb qaraydigan ya gap qoladi. Albatta bu so'ygu nafrat hukmini joyi tushungan vaqtida bu insonning ijtimoiy hayotida, fikrda, tasavvurda va boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarda alohida buningki ta'siri bo'ldi. Lekin bu masala joyi tushunmagan vaqtida ig'ir xatolik sodir bo'ldi. Masalan, ba'zilar bu so'ygu nafrat hukmini yoki tavalla, tabarru hukmini tushunmaganlar. Masalan, bir olim yoki bir rais yoki bir liderdi. Bir kafirlar bilan, bir davlat bilan, kafir davlati bilan, kafir jamiyat bilan deyil. Ona bilan bir diplomatik munosabat o'rnatgan bo'lsa, yoki bir tijorat munosabati olib borgan bo'lsa, yoki oil-plan yasaydigan, yoki kim yasaydigan degandek, yoki yangi bir ilg'or texnikada hamkorlashib bir o'rtaq ish qilgan bo'lsa, yoki kafirlar bilan bir saf turib, bir surat tushgan bo'lsa, yoki bir so'rinda o'tirib bir tamoq yegan bo'lsa, darhollan bularga fatvo pishirgan oshqonlik mavjud. Mana kafirlar bir saf to'pdan emasmi? Nimishqas kafir degan bilan munosabatni uzish lozimdi. Uning yaqin kelmaslik lozimdi. Uning do'st bo'lmaslik lozimdi. Halbuki bu konsulxona ashtoning davlatida uning bilan munosabat o'rnatdi, surat tushdi, falani ishni o'rtaq qildi, falani hokim yoki falani olim. Unda bo'lganki bu tag'ut. Unda bo'lganki bu murtad. Unda bo'lganki bu yalim bishmada. Xo'sh. Bular nima deb hukm chiqardi? Kafirlikdan hukm chiqardigan bu xil holat shakllanadi, bu shakllanadi. Bu nereden kelib chiqadi? Boshqa bir davlat bilan diplomatik munosabat o'rnatish, tijorat munosabat o'rnatish, ilm-fan taraqqiyotidagi munosabatlarni o'rnatish, madaniyat hamkorlik o'rnatish va boshqa nurg'un insoniy o'rtaqchilikdagi narsalar. Ya'ni shu musulmon xalqqa, musulmon elga, musulmon jamiyat foydali nurg'un narsalar hamkorlashadigan. Bu hamkorlikni o'rnatganlikning ne yomon? Nima uchun bu yerda kafir deb hukm chiqildi? Nima dalil bilan? Bugün kunlikda bir islom ulamosi, masalan, doktor Yusuf Qarzavi Hristiyanlarning papasi bilan kurashgan bo'lsa bir so'rinda, yoki yahudlarning bir papasi o'zi xas Hakam deydilar, uni bilan kurashgan bo'lsa, darhol hujum qiladigan ahvol bor. Mana bu yahudiga dushmanda shuningki nimasi bizga o'tiradi. Voy o'tarash bilan, uning bilan suhbatlashish bilan, fikr almashtirish bilan kafir bo'lib ketadigan nədiki delil ekan u. Demek so'ygu nafrat hukmini xato tushunmay qolib qolsa, bu xalqaro munosabat tamamen kesik olib boradigan. Faqat o'zi bilan yashaydigan. Bu dunyoda faqat mushuli bordek, boshqa inson yo'qdek, boshqa inson bilan bir berish qilish qilmaydigandek, ayni xato hukmni shakllantiradigan ta'tif hukmlar nereden kelib chiqilsa, bu so'ygu nafrat hukmini to'g'ri tushunmay qolib qolsa, shu yerga boshlab bor. Buni nima deymiz? Bu ozg'unlik. Bu normal bir holat emas. Tushunchaning xatoligi bularni nega boshlab bersa, ozg'unlik boshlab beryapti. Shunga bu kafirlar bilan bo'lgan, ya'ni dushmanlik qilmaydigan, islomga, musulmonlar dushmanlik qilmaydigan kafirlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatni yoki tijorat munosabatlarini bu so'ygi, nafrat hukmiga chetib olish bu qat'iy to'g'ri emas. Chunki kafirlarning hammasi dushmanimiz, hammasi dushman emas. Xo'sh. Uning ustiga bu kafirlar bilan munosabat o'rnatsa yoki do'stlik munosabat o'rnatsa, buning darsi bir xil emas. Buningki ba'zi dindan chiqarsa, ba'zi dindan chiqarmaydi. Masalan, islomning zini ish qilsa, musulmon hokimlari, ya'ni islom jamiyatining hokimlaridan birisi deyil masalan. Xo'sh. Sekularizm bo'ldi deydi. Ya kommunist bo'ldi deydi.
yoki bir narsa bo'ldi. Bu kafir davlatlar hamkorlashib musulmonlarni ezdi. İslam'ı ziyankeşlik qildi. İslamning prinsiplarini chetga qo'ydi. Vaqtida chiqdimiz, endi chiqdi. Ammo shu millatning manfaatini o'ylasa, shu vatanning xalqning manfaatini o'ylasa, shu vatanning manfaatini o'ylasa, bu islom buyurgan ish emasmi? Li ta'arafu degan oyatning hukm bo'yicha ish qilganlik emasmi? Siru fil arz dunyoga berib sizlar tijorat qilinglar. Manfaatinglarni ishga oshiringlar, boshqalar bilan tanishinglar degan bu oyatning hukmiga amal qilganlik emasmi? Demek buları kalla, küçük kalla olgan boğaçka çatak aşacak. Çatak neredeyse bular alimlarınki fikri bilen, alimlarınki körsetmesi bilen nasihat bilen çıkılmayın. Özleri sayılagan, özleri kallası kuyup koygan vaizlerden bir neçisi var. Başka yakımdakilerine. Onun başkası, onun başkasına kendim mamı. Şunu izip giteklik bir yer. Aslında bir yerde Ölemanın kendinden mangan bolsa, mujtahidlarning kendinden mangan bolsa, bu fikri azg'unlikqa, fikri xatoga bir yerda kirmagan bo'ladi. Bu xalqaro munosabat, bu ijtihodiy bir masala. Bu yerda davlatning manfaati, millatning manfaati, ummatning manfaati, tuproqdagi vatanning manfaati turli taraflar ko'z tutilgan bir masala. Bu xalqaro munosabat degan mumkin qadar ko'p foydani qo'lga keltirish, mumkin qadar ko'p ziyonni oldini olish uchun shakllangan bir masala. Bu munosabat Müslüman devlet olsun, kafir devlet olsun fark etmeyin. Yani bir devlet desek bugün kunlikte, mesela Türkiye değil. Bir Müslüman devlet ile münasebet kalır, Müslüman devlet olsa, bir kafir devlet münasebet kalır. İkisinin kaysının bekerek bunun payı kıldığın olsa, fark etmeyin. Aslında Müslümanlar özgür bir hemkarlıkla, inançlıkla birbirisi yardım bir saklagan asasda başka bir devletler münasebet ornası çatak çıkıdığına yayıyor. Çünkü bu paydı ziyan meselesi de Müslüman ziyanlı kelmese, İslam ziyan kelmese Müslüman devletle münasebet ornatıp mesela Kurasiyeti öyle değil. Müslüman devletinde az bir kıymet çıktı, başka devlette az azalak çıktı değil. Bunun çatkı var mı? Çatkı yok bu mesele. Durus meselemiz durus mesele. Çünkü bir yer mühim boğuna şu adamlar... Her devlet özünün menfaatini. Her devlet özünün menfaatini şu yerde halktan menfaatini oydu. Hoş. Bir yerde mühim boğuna şu hakimlerde, şu liderlerde bir samimilik var mı yok mu? İslam Müslümanlarının menfaatini oylamamdı. İslam Müslümanların yaxşılığını oylamamdı. Buna qarash lazım. Eğer bu olib qalsa, iş doğru emas, iş doğru. Hoş. Bugün o'xshash necha davlatga bo'linib ketgan, necha xil iqlim shakllangan, musulmonlar tarafı bir to'liq bir mustaqil holat kelib bo'lmagan, uning ustiga ko'plagan hokimlar boshqa tajovuz kuchlariga bir qo'chqiga aylanib qolgan bu xil holatda butun hukm chiqarish insonning xato hukmiga boshlab bordi. Demak, biz chiqqan vaqtida islom dinimiz boshqalar bilan munosabat o'rnatish aniq siziq bekitib berdi, siziq bekitib berdi. Lekin bu munosabat o'rnatishda insonlarning bir sharoiti bo'lib qoldi. Yoki bir işte xato mo'ljarlab qoldi. Yoki umuman qilib qolsa, ommaviy ishlar foydali ziyonni selishtirishda ya bu yan ketib qolishi mumkin. Masalan, bu misol olaylik. Hatib ibn Abi Baltaning voqea degan. Hatib ibn Abi Balta degan bir sahoba, Badrga qatnashgan bir sahoba. Bu xatolik o'tkazdi. Davlatning harbiy sirni dushmanga dab qo'ydi, ishpiyonlik qildi, josuslik qildi bugungi zamon tili bo'yicha. Bugungi zamonning tili bo'yicha eng og'ir darajada siyosiy jinoyat o'tkazdi. Lekin islom dini, Qur'on, sunnat bilan bo'lgan islom dini buning qanini halol deb qaramadi bir yer. Undaq dalilmi chiqami, dalil topilmaydi. Chunki u nima dedi? Ey Allohning payg'ambari, men bu ishni Xo'sh. Dinimdan yenib murtad bo'lib qilmadim dedi. Men urug' tuqqanlarim oz to'lib foydasi yetamiki deb qilibman, qilib saptiman. Lekin dinimda yanmadim dedi. Og'izda gapga asosan u murtad deb qaralmadi, uning qani halol deyilmadi. Qanaqcha qilindi. Uning qilgan ishi siyosiy jinoyat deb qaraldi. Siyosiy tarafı bir taraf qilindi. Agar uni Badrga qatnashganlikdan iborat bir ortiqchilik bo'lmagan bo'lsa, buning kallasi, elnat kallasini alsa murtadlik sababini ilmaydi balki shpiyonlik sababidan, josuslik sababidan. Bu gapni sen ba'zanlar, urug' tuqqanlik qo'g'dash uchun anchamiz dushmanga Xitoyga sinib, anchamiz Ahmet Samet uyat ko'rash deb yo'llab bersak bo'ladi degan Hatibga o'xshash deyshim. Aqid jihatdan murtad bo'lmagan bilan siyosiy jihatdan millatning xoin bo'lib buning kallasi ekan. Mayaq diqqat qilish lozim. Bu masalani har bir narsani o'zining maqomiga, o'rniga tushirish lozim. Demek bu noktalarda İslam'ın başka insanlar hidayet çakırış yolda tutkan ahlakı, kan qosaqlıqını ko'rsan bir böyle örnekler var bayan. Başkalar bilan. Xo'sh.
Mesela Müslümanlar başkalar bilan diplomatik munosabat o'rnatgan bo'lsa, ya kelishim tuzgan bo'lsa, yoki bir ahd tuzgan bo'lsa, musulmonlarning shu ahdnomani kelishimiga amal qilish farz, iymoniy mas'uliyati. Bir sharti boshqalar unga amal qilsin. Qarshi taraf amal qilsa, musulmonlarning u imzolangan ahdnomiga, shartnomiga amal qilish farz. Va avfu bil ahd degan oyatning hukmi bo'yicha. Yana bir ikkinchi nuqta, musulmonlar bilan kofirlar orasida kelishim tuzildi. Yoki islom jamiyatida yashaydigan kofirlar bor. Vatandosh sifatida, fuqaro sifatida yashaydigan kofirlar bor. Bu kelishim tuzgan musulmonlar bilan tinchlik kelishimi yoki diplomatik kelishimi bir kelishim tuzdi. Kelishim tuzgan kofirlar va shundaqlam islom jamiyatida yashaydigan kofirlarni qiynalcha qilish, melaqcha qilish harom. Ya kelishim tuzgan bo'lsa, yoki islom jamiyatida musulmonlarning panohida yashayotgan kofirlar o'qas buni qiynalcha qilish, mol mulkni chaqilish, izzat obro' chaqilish bu harom. Chunki fuqaro, davlatning fuqarosi himoya qilib. İslam ellərdə yaşaydigan vatandaş kafirlarınki İslam fəlsəfəsində, yoki İslamның ko'rsatmasida, İslam tuproqida, yoki İslam cəmiyyətində yaşaydigan kafirlarınki izzat şərəfi himoya qılındı. Mal mülk himoya qılındı, qonlar himoya qılındı. Ularni qo'g'dash musulmonlarning yoki davlatning majburiy hisoblanadi. Kafirmiz kafir. Meyda ishg'olchi hokimiyatninki uning qo'g'dishi ostida yashayotgan Xitoy fuqarolari uchun senga. Masalan, bizim vatandagi ishg'olchi hokimiyat Xitoyninki qo'g'dishi bilan yashayapti bizning vatanda. Fuqarolar normal. Xitoy fuqaro demoqchi. Bizning vatan mustamlaka uchigan zaminimiz, mustamlaka uchigan zamin. Xo'sh. Unda o'g'a vaqtida bu zaminning haq egalari kimsa Sharq Turkistonliklar. Birdan-bir haqli. Ammo Xitoylarniki, mayli askarisi bo'lsin, siyosiysi bo'lsin, dehqon bo'lsin, yana bizning haqqi bormi? Yo'q. Bu yerda vaqt kelib qolsa, fuqarosi olsun, baqqali olsun Xitoylarniki, ya qurilish qilgan olsun, ya dehqon bo'lib qolsa, Xitoy xizmat qilamdi, qilmamdi? Albatta. Chaqimchilik qilamdi, qilmamdi? Vaqt kelganda ehtiyotiy askar bo'lib chiqamdi, chiqmamdi? Unda bo'lgan chog'da bu bir tutash askarning hukmini oldi. Hammamiz tajovuzchining hukmini oldi, bir tutash muomala qildi. Lekin buningki bu gapni tatbiqlaydigan o'rin, uning siyohi, sharoiti, uni qarashlar. Umumiy hukm. Ammo buning tafsiloti va buni ayirish lozim. Xo'sh. Agar tajovuz kirmagan bo'lsa, bular kirmaydi. Bular normal viza bilan kirmadi. Sizlarning panoyinglarni yashayil deb kirmadi, Sharq Turkiston zaminiga. Ya men bu yerda bir janimni baqay, tijorat qilay, ruxsat qilsangizda Uyg'urlarningki imzosi kirmadi. Biz tajovuzchimiz, hammamiz cho'ng kichik tajovuzchi. O ayrim masala aralashib ketib qoldi. Biz mana gibimiz kerak. Biz tajovuzchi, kafir ayrim, biz normal, umum kafir haqida to'xtalyapmiz. Shundaqla bizning dinimizda kafirlar dushman bo'lsa-mi, iqtisodiy jihatdan qiyinchilik qilgan bo'lsa, mesela yepishilgan narsa tugab ketgan bo'lsa yoki ya davrab vayron bo'ldi deyli. Ashunda bir suv besi bo'lib vayron bo'ldi deyli. Ayında bir qiyinchilik qilgan bo'lsa, uning yordam bas bo'lamdisi bo'ldi. Kafir bo'lsin. Bir sharti musulmonlarning ziddiga ishlatmaydigan bo'lsa shu yordam. Bu İslamning kafirlar tutayotgan mana o'lchamlari, mezonlari, bu tarozilar bu. Bu kafirni yomon ko'radigan bo'lsa, nima bu ish? Demak, yuqorqi bu qimmat qarashlar, İslamning naqadar marhamat ekanligi, kang qo'saq degan ekanligi, adolatparvarligi, insonparvarligi va islomga musulmonlar dushmanlik qilmaydigan har qanday kafirlar bilan tinch yashashni tashabbus qilgan dunyoviy tinchlik ekanligining isboti. Unda bu gibimizni nimani xulosalaymiz? Bu yerda sevgi, muhabbat hukmi, hargizmi xalqarалық diplomat munosabati, tijorat munosabati, ilmiy munosabat, madaniyat almashtirish, o'quvchilarni avatib qabul qilish degan qo'shib bu ishlarga taqishamiz, taqashmay. Bu ijtihodiy masala. Bu yerda davlat sahib bo'lgan odamlar, davlat boshqa odamlar mush ishdan davlatga, millatga, xalqqa vatanga foyda keladi kammamda o'lchab bitarib qilgan masala. Xo'sh. Bu yerda musulmonlarniki islomning manfaat asos qilgan masala. Agar shuni islom musulmonlar foyda olgan bo'lsa, bu diplomatik munosabat va boshqa munosabatlar o'rnashga albatta yo'l ochiq, dinimiz shuni tashabbus qildi. O kafir o'g'anlik uchunlar 5 yil yo'gab ko'rmasanglar deb bunday demaydi ular. Xo'sh, xo'sh. Men bir ko'rmanimiz shuni so'rabdi. Ustoz diplomat munosabat o'tkazishga bo'ladigan kafirlarni do'st tutaqlamdi. Davlat qo'andaq normal musulmon shaxs, masalan bizning bilgan o'zaro
Biz dostumuz oldu mesela. Ahmet Samet dostum. Ular bilan dost bo'lish normal. Normal insoniy do'st bo'lish bo'ladi. Masalan, davlatda davlat do'st bo'lish shaxsiy. Bir inson ikki do'stning yaqin bo'lgandan keyin uning axloqiy, aqidasi unas menga ta'sir qilmasligidan men. Ammo bu yerda menga ta'sir qilmasligidan qanday bexatar bo'la olamiz mesela? Mizon borki. Bir musulmonmi musulmon. İslamga ziyonkashlik qilamiz bo'lsa, jon degan gapini misol qilaylik. Xo'sh. Ziyonkashlik qilamiz, ziyonkashlik qilmaydi. Musulmonlar ziyonkashlik qilamiz, ziyonkashlik qilmaydi. Normal o'zining ishi bilan ish qiladigan, yashaydigan bir kafir. Unda bo'lgancha uni bilan normal sinfdagi bir saboqlash oldik. Cheklim bormi, yo'q? Xo'sh. Xo'shlik oldik. Dinimiz xo'shlik yaxshi muomala qilish buyuradi kafir bo'lsin. Hazrat Umar yahudlarni tamoq to'shaydi. Payg'ambarimizningki Yahudiyda bir balig'ini qilgan bo'lgan nurg'un dalillar bor bu vaqtda. Demak, bu yerda normal, masalan, berish kirish qilsa bu kafir bilan zulm qilmaydigan, tajovuz qilmaydigan, dushmanlik qilmaydigan kafir bo'lib qolsa, adab axloq ishida bo'lamiz bu. Ya'ni haromdan saqlangan doira ishida. Yemek içmekte olsun ve başka yürüyüşte olsun. Qandaqdir bu yerda biz abiyada dedik. O kafirni yomon ko'rsa, uning e'tiqodining buzuq ekanligini yomon ko'rdik. Uning ibodat qilgan bo'lsa, ibodatning xato bo'lganligini yomon ko'rdik. Nada yomon ko'rdik? Qalbimizda yomon ko'rdik. Lekin tilimiz bilan tillash, tilimizni haqoratlash, uni kamsitish yoki qo'l tekkizish, yo chaqirish, yo yo'lda ko'rganmiz kafir bo'lgandikin deb uni chatqiqish, yo bijat o'tdagan bo'lsa, obtuzib o'tdagan to'xtaydi, aybiran qo'padab uni kafir bo'lganini qo'pirish, bunda haqqimiz bormi? Yo'q bizning. Normal kafirga nisbatan unda haqqimiz yo'q. İslam cheklaydi bu qilmishlarni. Tajovuz kafir ayrim, normal tinch yashaydigan kafir. Unda bo'lgancha uni bilan do'st bo'lib, lekin biz islomiy kimligimizni qo'g'dab turib do'st bo'lamiz. İslami kimligimizni sharaf his qilamiz, lekin boshqalarni chiqishib yashash bu prinsipni ikkini bir-biri zidlashtirmaymiz. Ikki prinsip bor. Musulmon kimligini chong turish, yashash va boshqalarni chiqishib yashash prinsipiga amal qilish. Aminatda musulmonning asosiy har bir musulmon bu dinda faqatlam diniy olimlardan bir da'vatchi emas hamda. Ularning eng cho'ng majburiyati bo'lgan bilan har bir musulmon Allah'ның bu hidayetini ato qilganligi uchun qarshi tarafdagi mayli qo'shnisilarni, tuqqanlarni, atrofdagi insonlarniki batil, xato yo'lda menayotganlarni o'zining axloq bilan so'z harakatidan qo'ldan kelgancha uni u zulmatdan, qorong'ulikdan islomning nuriga olib kirib olish uchun majburiyati bor. Shuning uchun siz degandek yuqoridagi bu muomalalarning hammasi biz do'st bo'lsakmi, oxidagi nishonimiz boshqa asli. Nishon boshqada. Yaxshilik qilish majburiyatimiz bormi o'zi bor. Biz insoniyatga chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'lib sifatimiz bilan ular masalan deganlardek dushman bo'lmagan, bizga amaliy dushmanlik qilmaganlarga ham qo'pollik qilsak, dushman ko'paytirishdan boshqa ular qandaqsiga islomning nuriga kira olamiz yani. Biz boshqalarni dushman deb turib, boshqalarni mushtanglab turib qanday islom da'vat qilgan bo'ladi? Xo'sh, endi oxirida shu bu yuqoridagi tushunchaga, shu so'ygu nafrat tushunchasiga qarata islom boshqalarga qanday qaraydi? Vaqtimiz so'sh bo'ldi. Lekin qisqa bir shaklda tugatsak bo'ladi. Ham islomda bu so'ygu nafrat tushunchasi bilan islomning axloq qurilmasi orasida bir-biriga zid emas. Ya'ni so'ygu nafrat tushunchasi, biz yig'ib aytgancha islomning axloq prinsipining ruhiy asosida amal qilindi. Xo'sh. Shunga bu yerda bir kufrlikni yomon ko'rgan bo'lsak, kofirni, ya'ni shu kufrning sahibini yomon ko'rishni taqozo qilmaydi. Agar uni yomon ko'rsak, uni hech qanday bir shaklda munosabat qilmas kerak. Uningda buğday yanması gerek. Bugün Müslüman ülkemiz Ukrayna'dan, Ros'tan buğday alır deydi. Mesela Türkiye, Mısır, Mağrib yani bir şey deydi. Kural setip olması gerek. Yani açtığın koşu ihtiyaç düşen iPhone setip olması gerek. Samsung setip olması gerek. iPhone Amerika'nınki, Samsung, Koreya kapırlarınınki. Yani bir narsa, kağıt belki bir yerden kiriş mümkün, bazı yerden değil. Hiç qanday yer münasebet kıyğınılmaydı. Bu işini bir oylap qilish lazım. Kafirni kafir bo'lganlik uchunmi yomon ko'rish? Bu Qur'oni Karimninki ahli kitob kafirlariga tutgan pozitsiyasi xilop. Kafirni kafir bo'lganlik uchun yomon ko'rish, Qur'oni Karimninki Yahudi va xristianlarga tutgan muomalasi xilop. Ham shunday Payg'ambar alayhisolamninki ko'rsatmasi xilop. Masalan, Payg'ambar alayhisolamninki ko'rsatmasi olsak, Xuzoa kafirlarla diplomatik munosabat o'rnat. Ularni qanot ostiga oldimiz, himoya qildimiz. Bütün qo'ldan keladigan yordamni beramiz Xuzoa kafirlarga berdi. Demak, bu yerda islomning go'zal axloqi boshqa nurg'un odamlarning islom kirishiga sabab bo'lgan. Biz bu prinsipdan voz kechsak bo'lmaydi.
yuqori deganimizda islom axloqiy Qur'oni Karimning mo'jizalari. Qur'oni Karim o'zining mo'jizalariga musulmonlarning axloqini dalil qo'ysin. Masalan, misol olsak, payg'ambarimizning bir so'zi bor. Al-muslimuna ala shurutim dedi. Ay buni nim qilgan oyatlar bor qo'llaydi, ha? Musulmonlar shart bo'yicha ish qildi. Ya'ni musulmonlar shartiga vafo qildi dedi. Mushu va shuning o'xshash dalillar orqali islom dini boshqa dindagi insonlarga to'liq amallik bergan. Ve başka dindeki insanların canları, kanları, izzet şerefine qoğdaşlı Müslümanların imanına çetip koygan. El-Müslümine ala şurutim. Demek sen bir başkalarını himaye kılmanda vədi bergen bolsan, vizi bergen bolsan, onun kenarı çakılışın, meydağı çakılışın, izzet aybır çakılışın olmaydı. Vədi bergen bolsan bununla sen emel kılışın lazım. Şunun kaç bir insan yolsuzluk kılıp bir kafirge tacavuz kılıp koysa, meyli onun ki cenığı deydi, kenarı, izzet şerefine, bu imanın çatak çıkıyor. Bunun delili var mı? Peygamberimiz dedi. Men katala muahaden lam yerah raihatal cennet. Kim Müslümanlarla to'xtab tuzgan, kelishim tuzgan bir kafirni o'ttirib cennet bu odamga harom dedi. Cennetdan purqo'yib. Hatta bu emas. Bir kafir Müslümanlar tarafından ziyonkashlik uchragan bo'lsa, u yer kimning gibi hisob, kafirning gibi hisob. Kafirning huquqiga e'tibor qilinadi dedi islom dedi. Peygamberimiz bu haqda İttaqu da'vatul mazlum ve in kana kafirin. Mazlumninki bedduası saqlangan kafir olsun dedi. Mazlum halet çıkmaz bir insan kafir olsun Allah dua qilsa icabet. Mesela denizden bir yerde kaldı, ayıprandan çaq çıkmadı bir şey bo'lar. Kafir olsun dua qilamiz o'z ichida vaqtida Robbim dedi. Kafir bo'lsa mazlum holatda dua qilsa saqlanadi dedi. Ana haqqi bor, to'g'ri dedi. Demak bu yerda bu qarmoq masalalari shariatninki prinsipal masalalarninki doirasida bu tushunish lozim. Ama afsuski ba'zilar kafirlar qattiq bo'lish lozim. Masalan, kafirlar nada uchrasanlar o'ltiradi degan oyat. Faqtul mushrikina haytaqitun deganga o'xshash. Bu oyat ya kafirlarga munosabat faqat uzish lozim deganga o'xshash. Bu oyatlarni xato tushunadi. Bu oyat jangi munosabatlik. Dushman oldiga kirib qolgan, urush bo'layotgan bu siyahtaki bir bu noktalar qartilgan ayetler. Demek bu yerda bununki vaqti belgilaydi. Yani urush bo'lib qolgan chaqda, jang bo'lib qolsa sizlar bilan dushmanning orasida, kafirlarning orasida bu hukm kuchga keladi. Ammo bu hukmni davomli kuchga ega, tinchlik vaqtida ishlaydigan, urush vaqtida ishlaydigan umumiy hukmga aylantirgan bir chataq ahvol. Bu sababdan qanday qilgan bo'ladi desa, kafirlar bo'lib qolsa hammasiga dushmanlik qilish lozim, hammasi yomon ko'rish lozim. Muxbir bo'lamdi, yum bo'lamdi. Ko'rdik mesela suratlarda islomning obrazi tamamen tartibxilab ishlarni qiladi. Ammo amaliyotda kafirlar qattiq qo'l qilinglar, qattiq qo'llik qilinglar, ularga edipini beringlar, ya ular bilan munosabatni uzinglar degan bu oyat, hadislar nima jang sharoitiga munosabat. Tinch holatga emas. Yoki chiqishib yashayotgan, obdan o'tayotgan bir holatga emas, balki jang bo'layotgan bir holatga qartilgan. Yoki bo'lgan bo'lsa dushmanlarninki kelishimnomiga xiloflik qilishi buzuq munosabatlik hukmni. Buni o'zidan joyida tushunish lozim. Masalan, buning misoldan bir olsa, payg'ambarimiz ahli kitob haqida, Yahudi xristianlar haqida shunday bir dedi. La tabda'u bis-salam. Bu Yahudi xristianlar salomni sizlar burun bermanglar. Yo'lda chiqib qolsa siqinglar. Mesela vazifeli ketayotgan bo'lsang tip tushirib degan bo'ldi ya, mesela zag'irtili ifodasi bu gapni. Ya'ni bir hadisda mushriklar chiqib qolsanglar, ya'ni mushrik bo'lgan zaman ya kafirlar deydi. Kafirlar chiqib qolsanglar salomni burun bilib bermanglar deydi. Sizlar burun salom bermanglar, qistanglar o'rni deydi. O'rinda qo'ysan qistanglar, abdudotda sana mesela aybrand bo'lsan qistanglar, hijat bo'lsa istat tip tushirib degandek zohiri qarasak, aynan gap chiqib qoladimi, chiqmadi. O'yindan gap chiqib qoldi. Lekin u maqsad shu maqsad emas. Ama afsuski bugungi zamondagi bir qism ongsiz, sapasiz, saviyasiz oshquna ham kirib qolganlar, mush yuqori hadisdan kafir bo'lib qolsa buni siqish lozim, chatqa qish lozim degan qolsa buni suygun nafratni asos qilib olgan. Endi kafirlarni do'st kafirmi, dushman kafirmi, tajovuz kafirmi, tinch yashaydigan gap, buni turga ayirmay, dunyoning sharoitiga qaramay, qilayotgan ishining qanday bir natija keltirganlik qaramasdan umumiy bir hukmga aylantirib olgan. Rasululloh qanday vaqtda bu yuqori qo'yasiz qachon degiz payg'ambarimiz buni ahli kitoblarning, xristian yahudlarning payg'ambarimizga edepsizlik qilishi, gap so'z qilgancha qo'pol gap qilishi, ham bu yerda payg'ambarimizga haliqi gapning gapi asr gap bor deganda yomon maqsadni ifodalaydigan
Sözler bilen salam bergenlik üçün Peygamberimiz ağulanın gipini anlıp endi salam beranglar. Ular beddua qilsa o'zanga olsun deb menda danglar degan gap bor. Qandadir bir yerda kafir burun salam bersa, uning so'g salam qilsa, o'tirish qo'pash qilsa bo'lmaydi. Abduz bo'lsa qirib qas markazida boshlab qo'ysa, aqida taqshidida bunday gap yo'q bu yerda. Bu mal dushmanlik qilayotgan Peygamberimiz hurmatsizlik, adabsizlik qilgan kafirlar qatilgan hadis bu. Demak, yuqori hadisdan siyaqni ayirib olsak ve bunu sevgi nefretinin bir asas kılıp alsak o vaxtda biz fikri cihetten aşkulluq qilgan, xatalaşqan varız. Mesela buna bir delil alayım. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيَّ الْقَلْبِ Eğer sen kopal olup kalsan etrafındaki adamla kaçıdı dedi. Demek bu ayetinde sen silik ol, mulayim ol, başkalar yaxşı muamele kılır buyurmadı. Bu umum hüküm. Her kandak vaxtda Müslümanlar davet kılmakçı olmaz, başkalarını hidayet çakılmakçı olsa bu ayetke emel kılısı lazım. Kopal olması gerek, toğulması gerek, naçar muamele kılması gerek, başkalarına yaxşı muamele kılısı lazım. Örnek olması lazım. Hem ikinci bir ayette Ya eyyuhan nebi cahidil kuffar vel munafikin vaghluz alayhim dedi. Ey peygamber, kafirlarga karşı jang qil, jihad qil, munafiqlarga karşı jihad qil, ular qattiq qo'pollik qil dedi. Vaghluz alayhim. İki ayetninki bir yerga ekkalsak, ikki zidlam chiqib turdi. Bizda yaxshi muomala qil debdi, bizda qo'pollik qil debdi. Bu Qur'on bir-biriga so'qishadi, so'qashmaydi. Aslida buni tushunolmagan tatukalli so'qishaqliq. Xo'sh. Demak bu ikki oyat, ikki hukm munosabat. Yaxshi muomala qildigini har qanday zamonda, har qanday vaqtda umum hukm, asli qoida. Ma qattiq qo'pollik qil, ya qattiqroq teg degini, sana dushmanlik qilsa, tajovuz qilsa, ziyon yetkazsa, senma saymayxun bo'lib bosh egmasdan, sen tas o'rnidan turdigan gap. Demak bu yerda har ikki o'rin taqatgan bo'lg'achqa, urush holati bilan tinch holati taqatgan bo'lg'achqa ikki xil bu yerda oyat bu masalani izohlagan. Aslida bu islomning boshqalarni kafirlar tutadigan asli umum qoidasi oyat bu. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ Yaxşılıqla yamanlıq üçün tang o'rin qo'yilmaydi. Musulmonning tutadigan hasanat yaxshilikdir. Asli qoidamış. Boshqalar dushman bo'lsang, sen yaxshi muomala qilsang, yenib qolish mumkin deymiz. Asli o'lcham bu. Ham qattiq nat turimiz, nat etib yurimiz, nat siqimizsa dushmanlik qilgan. Islom dushmanlik qilgan, musulmonlar dushmanlik qilgan, yurtini bosib olgan. Mana bu turli kafirlar. Kafirlarimiz unda dushman emas-ki. Nima gapimiz xulosalasa, bu sevgi muhabbat degan musulmon kimligini izzat sharaf his qilish degan. Sevgi nafrat hukmi musulmon kimligi bilan faxrlanish. Musulmonlar yordamda bo'lish, o'zaro ko'yinish, o'zaro bir-biriga madad berish. Musulmon qarindoshligini ishga oshirish va bu ruhni, qarindoshlik ruhini bir-biriga ijtimoiy qanot yagdirish va o'z yashayotgan mahallada, yurtda, rayonda fitna fasod qilmaslik. Bu sevgi nafratning hukmi. Bu sevgi nafratning asosi masalan Allohni yaxshi ko'rish, payg'ambarni yaxshi ko'rish, islomni yaxshi ko'rish. Hem shu vaqtning o'zida musulmonlarni qo'g'dash, islom qarindoshligida ching turish. Hem sevgi nafratning yana bir tarafi aqidada o'xshamaydigan odamlar bo'lsin, ya'ni kafir bo'lsin, boshqa turdagi odamlar kafir bo'lib qolsin. Bir tarafi islomga musulmonlar ziyonkashlik qilmagan bo'lsa, uning bilan chiqishib yashash. Bu sevgi nafratning hukmi bu, prinsipi bu. Ya'ni bu yerda musulmon kimligi bilan yoki sevgi nafrat kimligi bilan hukmi bilan chiqishib yashash ikkisi bir-biriga zid emas. Ikkisi o'zidan joyida bor deb izoh qildi. Shunga bu yer musulmon odam boshqalar bilan munosabat qurgan chog'da bir kafir bilan, kafir jamiyat bilan, kafir davlat bilan, kafir o'qituvchi bilan deydi. Islomiy kimligini qo'g'dash bilan birlikda ziyonkashlik qilmaydigan kafirlar bilan chiqishib yashashdan iborat bu prinsipga amal qilish lozim. Bu ikkini bir-biriga so'qash bo'lsalar bu yerda ish tugaydi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Mishalamda vaqtimiz tugab ketdi, lekin bir qisqa bir shaklda har qanday bir siz zihniga kelishi mumkin. Abaysizlar so'zlarda agarda bir hokimiyat to'xtam tuzishgan bo'lsa va diplomatik masala o'rnagan bo'lsa, uni musulmon xalqning buzish haqqi yo'q, farz dilamdi. Bugun masalan Falastin masalasi olsun, bugun nurg'un arab davlatlari masalan normallashtirish siyosatini qilib ittifoqlarni tuzyotdi. Ammo normal butun musulmon xalq bunga qarshi. Hech qaysi rozi emas bu taslimiyatchilikka. Buni masalan qanaqa? Bu yerdagi boshqalar bilan tuzilgan bu kelishim yoki ahdnoma yoki sulh o'zi deb ataydi. Bu narsada cho'qim
İslamdan menfaat asas kılış lazım. Bizden degenimiz. Xo'sh. Müslümandan menfaati, Müslüman diyarının, vatandan menfaat asas kılış lazım. Ama bugün kunlikda Amerika'nınki, Arap devletlerinden koçaklarga özleri şekillerinde ögen hem skolar bu Arap devletlerinin hakimleriniki. Bu koçaklar besim kılış arkalık sen düşman bilen ittifak ötsen, onun bilen qerindaş tutkan bolsan deydigan besimler var. Siyasi cihetin besim var, iqtisadi cihetin besim var, u var, bu var degandek. Şu bu taraftan bulayotgan bir vakali. Bu biz davatgan adalet bilen iş kılgan hakimden işi mi? Özden milletinin menfaatini oyladığı hakimden işi mi yok? Özden vatanının menfaatini oyladığı hakimden işi mi yok? Bunda olganca Müslüman buna riayet kılış mecbur emas. Yani bir yerde o xilaf, buna riayet kılmaz xilaf. Çünkü bu to'xtamnoma vatanını besib bir Müslüman ziyallar. Özden vatanından ki baylıqda bulan talan kılgan bir Müslüman ziyallar. Kaç taraftan kalsa bu ziyallar. Kanda ola bir ya düşmanlasa apak çapak o'tsa ona ma'qul deydi qash. Bu şuna bu noktani ayırış lazım. Köpten köp rahmet. Qadrli ko'rmalarimiz shuna qilib bugungi 15-ci sanımızı müşahede ahırlaştırayla. Biraz vaqtni aşır etib qaldık ama şu tağnaçımız qap qaldı inşallah. Bu mübarek saatlerde sabır qilib ko'rib ayırlar üçün köpten köp rahmet etimiz. Allah subhanahu wa ta'ala her bir meselelerini dinimizdeki nayeti tefsili halette düşünüşünün qancha muhim ekanligini bu darsdan bilib olaymiz. Mushundaq to'g'ri tushunchaga muyassar qilsin deb so'raymiz Rabbimizdan. Allah ömür berse, başka bir temada ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Ijobatli duolarlarda bu soatlarda hammamiz uchun duo qilishni ham unutmasliklarini umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان